Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Eron va Akyush yana hujumlarni to'xtatishga kelishdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Akyush va Eron Fors ko'rfazidagi so'nggi harbiy harakatlarni to'xtatish hamda Hormuz bo'g'ozi yuzasidan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni muhokama qilish uchun muzokaralarni qayta boshlashga kelishib oldi. Bu hafta kecha 29-iyun kuni Akyush rasmiysiga tayanib Reuters xabar qildi. Manbaning aytishicha, tomonlar 17-iyun kuni imzolangan 14 banddan iborat anglashuv memorandumi doirasida texnik muzokaralarni davom ettiradi. Anglashuv memorandumining barcha bandlari bo'yicha texnik muzokaralar davom etadi. Hozircha har ikki tomon harbiy harakatlarni to'xtatadi va kemalar erkin harakatlanishi mumkin bo'ladi, degan Akyush rasmiysi. Diplomatik muloqotlarning qayta tiklanishi Hormuz bo'g'ozida yuk kemasiga Eron snaryadi tegganidan keyin boshlangan bir necha kunlik o'zaro zarbalar ortidan amalga oshmoqda. Bu voqeadan keyin Akyush ham Eron ham bir-birini 17-iyunda erishilgan vaqtinchalik o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzganlikda ayblagan. 29-iyun kuni ertalab Eron Kuvayt va Bahrayndagi Akyush harbiy obyektlariga raketa va dronlar bilan hujum qilgan. Bu hujumlar Akyush prezidenti Donald Trump Eron kelishuviga amal qilmasa, Islom Respublikasi mavjud bo'lmay qolishi haqida ogohlantirgandan ko'p o'tmay sodir bo'lgandi. Shunday payt kelishi mumkinki, biz endi oqilona yo'l tuta olmaymiz va juda muvaffaqiyatli boshlagan ishimizni harbiy yo'l bilan yakunlashga majbur bo'lamiz. Agar shunday bo'lsa, Eron Islom Respublikasi endi mavjud bo'lmaydi, deb yozgan u. Shu bilan bir vaqtda Isroil Livan janubida Hizbulloh guruhiga tegishli yer osti infratuzilmasini yana nishonga olganini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Akyush harbiylari Hormuz bo'g'ozida neft tashuvchi tankerga hujum qilinganidan bir necha soat o'tib, Eron hududiga yana zarba berganini ma'lum qilgan edi. Eron Kuvayt va Bahrayndagi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy infratuzilmalarga zarbalar berganini ma'lum qildi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi, mamlakat qurolli kuchlarining elita bo'linmasi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron hududiga bergan so'nggi zarbalarga javoban Kuvayt va Bahraynda joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy obyektlarga hujum uyushtirilganini ma'lum qildi. Bu haftagi rasmiy bayonot Eron davlat teleradio kompaniyasi orqali e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, yakshanba kuni kechqurun Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining dengiz floti va havo kosmik kuchlari Kuvaytdagi Ali as-Salim aviabazasi hamda Bahraynning Port Salman shahrida joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining 5-floti bazasiga tegishli 8 ta harbiy infratuzilma obyektiga ballistik raketalar va uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida zarba bergan. Harbiylar shuningdek bundan avval Amerika Qo'shma Shtatlari Eronning Fors ko'rfazi sohillarida joylashgan 5 ta harbiy obyektiga zarba berganini ham ta'kidlagan. Bayonotda aytilishicha, Islomobodda imzolangan o'zaro anglashuv memorandumi asosida Tehron Hormuz bo'g'ozidagi yuk tashish harakati ustidan nazoratni saqlab qolmoqda. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Eron tomonidan kelishuvni buzayotgan deb baholangan kemalarga nisbatan kelgusida yanada qat'iy choralar ko'rilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Bundan tashqari Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi dushmanning har qanday navbatdagi hujumiga uning ko'lami qanday bo'lishidan qat'iy nazar keskin va qat'iy javob qaytarilishini ma'lum qildi. Bayonotda sulhni buzish Islomobod o'zaro anglashuv memorandumining 1-moddasiga zid ekani va bunday holat memorandumda belgilangan jarayonlarning to'liq to'xtatilishiga olib kelishi mumkinligi ham qayd etilgan. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy qo'mondonligi, Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlari Hormuz bo'g'ozida tijorat kemalariga qarshi tahdidlarga javoban Eronning qator harbiy obyektlariga zarbalar berganini ma'lum qilgan edi. BMTning Xalqaro dengiz tashkiloti Fors ko'rfazidan 2,5 mingga yaqin dengizchini evakuatsiya qilishga erishdi. Shundan so'ng tijorat kemasiga uyushtirilgan hujum sababli operatsiya vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda BMT yangiliklar xizmati xabar berdi.
Ma'lumotlarga ko'ra, operatsiyaning dastlabki 3,5 kun ichida taxminan 115 ta kema ko'rfazni tark etgan. Bir tomondan Isroil va AQSh, ikkinchi tomondan Eron o'rtasidagi boshlangan mojarodan keyin mintaqada qolib ketgan 600 ta kemada jami 11 mingga yaqin dengizchi qolmoqda. Eron kemalar Tehron tomonidan tasdiqlangan yo'nalishlardan foydalanishi kerakligini da'vo qilmoqda. Ko'plab tijorat kemalari Ummon, AQSh va XDT muvofiqlashtiruvi ostida Ummon sohillari bo'ylab janubiy yo'lak orqali harakatlanayotgan edi. Endilikda Eron harakatni tartibga solish huquqi o'zida ekanligini yana bir bor bayon qilmoqda. Aniqlik kiritilishicha, hozirda kemalar 1968-yildan beri amal qilib kelayotgan xalqaro harakatni taqsimlash sxemasidan foydalana olmaydi, chunki markaziy qatnov yo'llari minalashtirilgan. Shu sababli ikkita vaqtinchalik yo'nalishdan foydalanilmoqda. Eron tomonidan muvofiqlashtiruvchi shimoliy yo'lak hamda Ummon va AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlovchi janubiy yo'lak. Ma'lumot uchun, Hormuz bo'g'ozi sayyordagi eng muhim dengiz yo'laklaridan biri bo'lib, tinchlik davrida dunyodagi jami neft tranzitining qariyb 20% aynan shu yerdan o'tgan.